9-J sinfida taqdim etadi yangi yil oqshomi. Tanishing, bu mening onam Maprat xola. Sariq sochli ayol esa onamning o'gay singlisi. Ko'z demasin kamina. Qolganlari muhim emas. Dordan qochgan sinfdoshlarim. Hattoki mana bu besunaqa ham. Men kutgan kun, 1 yil yemagan narsalarimni bir kunda yeyman. Bechora, shu onamning singlisiga ko'z tekkanmi deyman. 40 yildan beri ishtahasi yo'q, kasal bo'lsa kerak. Bor, balu bor. Akulani go'shtdan xasib solmabdi. Hattoki onangni ham otangga bepardoz ko'rsatmadiganlari deyish shilqim kelgani uchun hammamiz bo'yanishga tushdik. Bo'yansam hech ochilmaydi, tavba qildim. Ko'z temas o'zimga. 40 ga chiqib ham baxti ochilmagan, makiyaj ocharmidi. To'qqizda tiyib bo'lish shilqimam biz bilan. Yo, уже ormiyda bez bo'lib ketganman, batar bo'linglar. Hozir qaranglar, sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Onamni bu kulishiga ishonmanglar, hali kechqurun yulaman deyaptilar. Buni faqat men bilaman. Bo'laman bo'lar ekanlar. Oyim o'ymalab olganlardan keyin yaxshi ham yelkasini unitazda yuvaman. Voy, ana xolamga chiqdi shekil. Hali qarab turlaring, ketdim oyimga yetaman. Endi meni boshqalar deyishim yo'q. Yo'q, bu yoshlik alomati emas. Bekor oyim to'ydan oldin nog'ora chaldirdi. Ha, mayli, yoshli baxtli bo'lsin. Xolamni baxt uchun bir qoshiq ikra.